Ikkinchi xotinlikni maska qilib olib o'ynashi bilan kvartirasini snimat qilayotgan fohishalar zaybal qildinglar, borib sikib yubordinglar. Ana shu uy-joy maklerstva shunaqa narsa bilan shug'ullanamiz. 5-klient-da, bilat. Uzoq muddatga olaman, qornimda bola bor edi. Itdan bo'lgan bunim bor, erim bor, bunim bor. Ay, zaksing bormi? Ikkinchi xotinman. Mayli deb rahm qilib qo'yasizda, haligi xudolik uchun ikkinchi xotinman, nikohim bor desa, mayli ke qo'y, baribir demokratik davlatda yashaganimiz bilan anaqa islomiy davlatmiz, mayli ke qo'y deymizda, shu ko'chada yurmasdan fohishani bolalari deb. Оказывается, bir oy bo'lmasdan ani qonundagi bola tushib qoldi, uyimizga ketayotgandik, dadam o'lib qoldilar. Yerimda xotini kelib qolib urush qildi. Sikivordinglar, bora voy fohishalar, jalablar. Agar 5 minut, 10 minutli ishinglar bo'lsa, marhamat, gostinitsaga boringlar. Bezaks, beznichvo qo'yapti-da. Odamlarni ahmoq qilib qachongacha sizlar uylarda snimat qilib ko'tinglarga tiqib, gazini yedi, suvini yedi to'lamasdan ishinglarni bitirib qochmoqchisizlar. Kecha bitta fohishani bolasi Yulduz degan